Prezident Trampning eng sevimli so'zi ta'riflar bo'lib ko'rinadi. Va u Rojdestvo oldidan xalqqa qilgan murojaatida buni dunyoga eslatishga ishon hosil qildi. Assalomu alaykum. Mamlakatlar o'zining ikkinchi muddatining birinchi yilida joriy qilingan ta'riflarning ta'siri bilan hali ham shug'ullanar ekan, Tramp ular Qo'shma Shtatlar uchun ish o'rinlari, yuqori ish haqi va kuchli iqtisodiy o'sishni ta'minlayotganini da'vo qildi. Bu da'vo qizg'in muhokama qilinmoqda. Shu bilan birga kamroq bahsli narsa shundaki, ta'riflar global iqtisodiyotni qayta shakllantirdi va 2026-yilga qadar shunday davom etish kerak. Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, ta'rif zarbasi dastlab e'lon qilinganidan kichikroq bo'lgan bo'lsa-da, bu global o'sish prognozlarini pasaytirish to'g'risidagi qarorining asosiy omili bo'lib qolmoqda. XVJ endi jahon iqtisodiyoti 2026-yilda 3,1% ga o'sishini kutmoqda. Bu bir yil avval bashorat qilgan 3,3% o'sishdan past. XVJ boshqaruvchi direktori Kristalina Georgieva vaziyatni biz qo'rqqanimizdan ham yaxshiroq, lekin bo'lishi kerak bo'lgandan ham yomonroq deb ta'rifladi. Yaqinda podkastda gapirar ekan, u global o'sish pandemiyadan oldingi o'rtacha 3,7% dan sezilarli darajada sekinlashganini ta'kidladi. Ushbu o'sish darajasi odamlarning turmush darajasini yaxshilash bo'yicha umidlarini qondirish uchun juda zaif, dedi u. 2026-yilga mo'ljallangan ba'zi iqtisodiy prognozlar XVJnikidan ham ma'yusroq. Shunday bo'lsa-da, Peterson Xalqaro iqtisodiyot instituti xodimi Morris Optsfeld va XVJning sobiq bosh iqtisodchisi ta'riflardan ko'rgan zarar bundan ham yomonroq bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Biz falokatdan qocha olishimizning asosiy sababi, deydi u, ko'pchilik mamlakatlar AQSh ta'riflariga tajovuzgar javob bermadi. Uning qo'shimcha qilishicha, kuchli javob qaytargan yagona davlat bo'lgan Xitoy Vashingtonni tezda chekinishga undagan. Shuning uchun biz to'liq savdo falokatining oldini oldik. Shunga qaramasdan 5 raund muzokaralardan so'ng Qo'shma Shtatlar va Xitoy bir-birlariga Tramp o'zining ikkinchi muddatini boshlagan paytdagidan ko'ra ko'proq tariflar va savdo to'siqlarini qo'yishda davom etmoqda. Ushbu chora-tadbirlar korxonalar uchun xarajatlarni oshirdi va noaniqlikni qo'shib uzoq muddatli investitsiya qarorlarini qiyinlashtirdi. Global iqtisodiyot shu paytgacha barqarorlikni ko'rsatgan bo'lsa-da, Opstfeld bu ishqalanishlar asta-sekin samaradorlikni pasaytiradi va vaqt o'tishi bilan o'sishga ta'sir qiladi deb ogohlantiradi. Salbiy ta'sirning bir qismi foiz stavkalarining pasayishi, dollarning zaiflashishi, korporativ vaqtinchalik yechimlar va eng muhimi AQSh tariflariga kiritilgan ko'plab imtiyozlar tufayli yumshatilgan. Bu nima uchun BMTning savdo agentligi UNCTAD hisob-kitoblariga ko'ra, global savdo o'tgan yili 7% ga o'sib, qiymati 35 trillion dollardan oshganini tushuntirishga yordam beradi. Shunga qaramasdan Opstfeld ogohlantiradiki, tariflardan ozod qilish salbiy tomonlari bilan birga keladi. Ular samarali tarif stavkasini pasaytiradilar, deydi u. Lekin ular kim va qanday qilib malakali bo'lish haqida katta noaniqlik yaratadilar. Buyuk Britaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar ushbu tizimdan muvaffaqiyatli o'tib, Washington bilan savdo bitimlarini ta'minladilar. Boshqalar esa 2026-yilda ham shunday qilishga umid qilmoqda. Ba'zi iqtisodchilarning AQSh o'sish kuchiga nisbatan shubhalariga qaramasdan, Amerika iqtisodiyoti iyul va sentyabr oylarida yillik 4,3% ga o'sdi. Bu 2 yil ichidagi eng tez surat. Bu juda barqaror iqtisodiyot, deydi Aditya Bave, Bank of America katta iqtisodchisi. Men bu chidamlilik davom etmasligi uchun hech qanday sabab ko'rmayapman. Bave hisob-kitoblariga ko'ra, tariflar noyabr oyida 2,7% ni tashkil etgan AQSh inflyatsiyasiga 0,3 dan 0,5% gacha qo'shilgan. Biroq u to'liq ta'sir hali ko'rinmasligi haqida ogohlantiradi. Iste'mol xarajatlari global ishlab chiqarishning 26% ni tashkil etuvchi AQSh iqtisodiyotini boshqarayotganini hisobga olganda asosiy tashvish.
Butun dunyo bo'ylab yashash xarajatlari bosimi saqlanib qolsa-da, ba'zi ijobiy belgilar mavjud. Yevrozonadagi inflyatsiya 2,1% darajasida barqarorlashdi. Ammo AQSh va Buyuk Britaniyada u yuqoriroq bo'lib qolmoqda. U yerda 3,2%, Markaziy bank maqsadlaridan ancha yuqori. 2026-yilda jahon iqtisodiyotiga boshqa asosiy ta'sirlar orasida Trampning birinchi muddatida imzolangan AQSh-Meksika-Kanada kelishuvini qayta ko'rib chiqish kiradi. Ayni paytda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar Janubiy Amerika bilan uzoq vaqtdan beri kechiktirilgan savdo bitimini ratifikatsiya qilish uchun ovoz berishmoqchi. Energiya narxlari ham muhim rol o'ynaydi. Goldman Sachs prognozlariga ko'ra, bu yil Brent markali neft narxi taxminan 8% ga tushib, barreliga taxminan $56 tushishi mumkin. Buning sababi Trampning Venesueladagi harakatlariga emas, balki AQSh va Rossiyada ishlab chiqarishning kuchliligi bilan bog'liq. Neft narxining pasayishi Qizil dengiz orqali global yuk tashishning qisman qaytishi bilan ham kuchayishi mumkin. Rojdestvodan sal oldin yuk tashish giganti Maersk deyarli 2 yil ichida birinchi marta marshrut orqali konteyner kemasini jo'natdi. G'azodagi urush bilan bog'liq bo'lgan Yamanda joylashgan Huti isyonchilarining hujumlari yuk tashish firmalarini Afrika janubi bo'ylab uzoqroq va qimmatroq yo'nalishlarga borishga majbur qildi. Maerskning aytishicha, so'nggi sayohat oldinga qo'yilgan muhim qadam, ammo Suesh yo'liga to'liq qaytish hali yaqin emasligi haqida ogohlantirmoqda. Xitoy dunyoni elektronika, kiyim-kechak va iste'mol tovarlari bilan ta'minlaydigan global yuk tashish uchun eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Shunga qaramay, Pekin va Washington o'rtasidagi ziddiyatlar global iqtisodiyotga uzoq soyani qoldirishda davom etmoqda. Savdo ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, dunyoning ikki yirik iqtisodiy davlati o'rtasida ayirboshlagan tovarlar qiymati 2025-yilda ketma-ket 3-yil pasaygan. O'tgan yilgidan farqli o'laroq, Prezident Si o'zining 2026-yilgi yangi yil murojaatida bu keskinliklar yoki ichki iqtisodiy muammolar haqida hech qanday ishora qilmagan. Buning o'rniga u Xitoy iqtisodiyoti bu yil $20 trillion oshishini bashorat qildi va mamlakat global tinchlik va taraqqiyot uchun barcha davlatlar bilan ishlashga tayyor dedi. Xitoydagi Amerika Savdo palatasi raisi James Zimmermanning so'zlariga ko'ra, savdo nizolari, jumladan tariflar, noyob tuproq metallariga kirish va ilg'or AQSh chiplariga cheklovlar aprel oyida Xi Trampni qabul qilganda muzokaralarda ustunlik qilishi kutilmoqda. Ushbu uchrashuvda ko'p narsa bor, deydi Zimmerman. Umidlar past, ammo muloqotni davom ettirish juda muhim. Uning qayd etishicha, Pekin xorijda adolatsiz cheklovlarga duch kelmoqda. Bu ko'pincha xavfsizlik xavotirlari bilan oqlanadi. Ayni paytda AQSh rasmiylari Xitoyning ishlab chiqarish quvvatidan xavotirda. Iqtisodiyotning haddan tashqari ko'pligi butun dunyo bo'ylab iqtisodlarga ta'sir qilmoqda, deydi Zimmerman. Va Xitoy global bozorlarni arzon tovarlar bilan to'ldirishning oldini olish uchun talab pasayganda ishlab chiqarishni o'zgartirishi kerakligi haqida ogohlantirdi. ING ma'lumotlariga ko'ra, Yevropada arzon Xitoy importiga bog'liqlik kuchayib bormoqda. Bu YEIni yanada qattiqroq choralar ko'rishga undadi. AQShda xorijiy tovarlarga qaramlikni kamaytirish Trampning savdo strategiyasida markaziy o'rin tutadi. Yaqinda uning savdo vakili Jameson Greer tariflar Amerikani qayta sanoatlashtirish uchun zarur ekanligini ta'kidlab, avtomobillar, kemalar va farmatsevtikaga yangi sarmoyalar ularsiz amalga oshirilmasligini ta'kidladi. Shunday bo'lsa-da, Trump ikkinchi muddatini boshlaganidan beri AQShda ishlab chiqarish bandligi biroz pasayib ketdi. Hozirda 12,7 million ish o'rinlaridan biroz pastroq. Obstfeldning xulosasiga ko'ra, AQSh o'sishi asosan kuchli iste'mol xarajatlari va sun'iy intellektga katta sarmoya kiritilishi tufayli davom etdi. Bu esa fond bozorlarini rekord darajaga olib chiqdi.
Siyosatning asosiy maqsadlari, jumladan ishlab chiqarishdagi ish o'rinlarini jonlantirish hamon bajarilmagan, deya qo'shimchalaydi. Tariflar yo'qolmaydi. Ular AQSh siyosati va global iqtisodiy munozaralarda markaziy bo'lib qoladi. Ushbu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, katta rahmat. Kanalga obuna bo'ling.